Ota-onalar qiladigan 3 ta xato. Birinchisi bu bolaga o'zboshimchalik bilan dori ichirish. Sizni qo'shningiz yoki biror tanishingiz bolasini dori ichirdi va natijada yaxshi bo'ldi. Buni siz ichirsangiz ham bolangiz yaxshi bo'ladi degani emas. E'tiborli bo'ling. Ikkinchisi boladagi belgilarga e'tibor etmaslik. Masalan, bola o'z vaqtida yurmasa, gapirmasa, emaklamasa, so'z boyliklari tengdoshlariga nisbatan kam bo'lsa, bunga vaqtida e'tibor qilmaslik bu ko'p uchraydigan xatolardan birisi hisoblanadi. Uchinchisi bu xalq orasida ko'p tarqalgan xatolardan biri hisoblanadi. Bolalar masalan ota-onasi o'zi 4 yoshida gaplagan, 5 yoshida gaplagan, bom gaplab ketadi yoki bo'lmasa inoriz kasalliklarni ota-onasida ham bu holat uchraydi, bolasidan ham uchraydi yoki bo'lmasa turmushga chiqib ketgandan keyin yaxshi bo'ladi kabi katta xatolar bu ota-onalar o'rtasida ko'p uchraydi. Agar farzandingizda shu kabi holatlar kuzatilib turgan bo'lsa, albatta nevrolog konsultatsiyasida o'tishingiz kerak.